Iste'mol qilgan davrimning so'nggi yarim yilligida men tuzga o'tirib qoldim. Va bu menimcha hayotimdagi eng qo'rqinchli qarorlarimdan biri bo'lgan. Chunki oldinlari geroin eng zararli modda deb tan olingan bo'lsa, hozir shaxsiy tajribamdan kelib chiqib, eng zararlisi tuz deya olaman. Shaxsiyat o'zgarishi tez ro'y beradi. Chunki yarim yil iste'mol qilganimdagi degradatsiya, ya'ni ong va ruhiy sinish holatiga 3 yil geroin qabul qilib tushmagandim. Bu menda egotsentrизм, egoizm, yolg'onchilik hislatlarini kuchaytirdi. Tuz iste'mol qilganimdan so'ng men o'zimni aksimga aylanar edim. Odatda men insonlarga ozor berishni istamayman. Men tabiatan empatman, ya'ni rahmdil. Menda empatiya kuchli. Empatiya butunlay bu modda ta'sirida o'chardi va men boshqalarga og'riq keltirishni xohlardim.